25-yil tugayapti, lekin hali ham 24-yilda ham sotilmagan Yuan Plus topib oldim akalar. Qarshimizda BYD Yuan Plusda 24-yilda ishlab chiqarilganligi, VIN kodini 10-raqami R-ligidan bilsak bo'ladi. Ushbu mashinamiz 24-yil mashina. Ushbu mashinaning narxi $15.500. Endi bu narxga arziydimi yo'qmi? Kelinglar birgalashib hisoblaymiz. Ushbu mashinamiz o'sha nardagi oq rangidan, saloni ham och rangidan ekan. Mana seri to'q rangidan emas, eski modelidan. 25 modeli emas, 24 modelidan. 1,5 mingga borgan taqdirda ham ushbu mashina Toshkentga $17.000 yetib olar ekan. Avtomobilkasiga shu 7 ming atrofida ketsa, qo'linglarga 24 mingga tushar ekan. Men ushbu mashinani Index bozorida 26 mingga ko'rdim. 20-25 uzoqqa bir oy kutaman, qo'limga bir ming so'm ekonom qilib qolay desalaring, bemalol mana shu mashinani olishinglar mumkin. Ya $1000 katta pul emas ekan-ku. Farqi yo'q, shunday bozordan naqddan olaman desanglar, bemalol Index bozoriga kelib, mana shu mashinani 25 ming yoki 26 ming o'rtasida bemalol xarid qilishlar mumkin. Sog' bo'linglar.